Assalomu alaykum nemisli o'rganuvchilari. Bugun sizlar bilan bu videoda egalik artikellari haqida gaplashamiz. Xo'p, bundan oldin sizlar bilan ikki xil artikel, ya'ni 5 timti va 15 timti aniq va noaniq artikellar haqida gaplashgandik. Xo'p, o'zi artikel nima eslab olsak, artikel bu nomendan, ya'ni otdan oldin keluvchi nomenni qaysi roddaligini, qaysi kelishikdaligini va uni qaysi nechtaligini bildirib turadigan so'z turkum. Bugun sizlar bilan egalik artikellarini gaplashamiz. Bular ham o'sha otda oldidan keladi va uni biz shaxs, ya'ni kishilik artikellariga qarab turib yasaymiz. Bizda kishilik olmoshlari qaysi edi? Ich, men, du, sen, sie, u, ya'ni o'g'il bola, qiz bola va narsaga nisbatan, wir, biz, ihr, sizlar, sie, bitta odamga nisbatan hurmat bilan siz va sie ko'plikda ular ma'nosini beradi. Xo'p, endi maskulin neutrum, ya'ni muskoy va sredniy rodlar uchun biz bir xil bo'ladi egalik artikellari, feminin va plural uchun, ya'ni женский rod va ko'plik uchun bir xil bo'ladi egalik artikellari. Ich, mein, ich, men, mein, mening. Du, sen, dein, sening. U o'g'il bolaga nisbatan, sein, uning. Sie, qiz bola, u, ihr, uning. Es esa bu ham sein, uning narsaga nisbatan. Wir, biz, unser, bizning. Ihr, sizlar, euer, sizlarning. Sie, siz, hurmat ma'nosida. Ihr, sizning. Sie, ular, ihr, ularning. Feminin bilan pluralda xuddi shunaqa bo'ladi, faqatgina biz oxirgi qo'shimchasini qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu juda ham oson, ya'ni siz maskulin neutrumda bir xil tuslaysiz, feminin bilan pluralda bir xil tuslaysiz. Keyin yaxshisilari bu narsani misol yordamida ko'rsatib beraman. Xo'p, muskoy, ya'ni maskulinga biz misol tariqasida Freund, ya'ni do'st anaqasini olganmiz, so'zini der Freund. Ya'ni do'st. Endi mening do'stim demoqchi bo'lsam, men aytamanki mein Freund. Sening do'sting demoqchi bo'lsam dein Freund. Sein Freund, uning do'sti, ihr Freund va shu holatda ketaveradi. Keyingisi neutrum, ya'ni sredniy rodga biz handy olganmiz. O'zi aslida das Handy, ya'ni telefon. Endi mening telefonim, sening telefoning deyish uchun biz yana o'sha egalik artikellariga murojaat qilamiz. Mein Handy, dein Handy, sein Handy, ihr Handy, sein Handy. Bu yerda e'tibor beringlar, bilan s-niki bir xil, sein. Unser Handy, euer Handy, ihr Handy. Ya'ni xuddi shu tartibda bir xil bo'ladi. Maskulin bilan neutrumni qarayotgan bo'lsanglar, egalik artikellari bir xil. Feminin bilan pluralda ham bir xil. Ularda qo'shimchasi bor. Masalan, biz misol tariqasida Tasha olganmiz. Die Tasche bu sumka. Meine Tasche, mening sumkam. Deine Tasche, sening sumking va seine Tasche, ihre Tasche, seine Tasche yana bir bor. Unsere Tasche, bizning sumkamiz, eure Tasche va shu holatda ketaveradi. Ko'plikka biz misol tariqasida Bücher, ya'ni Bücher, kitoblar. Meine Bücher, mening kitoblarim, deine Bücher, sening kitoblaring, seine Bücher, uning kitoblari, unsere Bücher, bizning kitoblarimiz, eure Bücher, sizlarning kitoblaringiz, xuddi shu tariqasida ketaveradi. Menimcha tema qiyin emas, bemalol o'rganib olasiz degan umiddaman. Xo'p, menimcha boshqa sizlarga bu tema bo'yicha savol qolmadi. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, iltimos kommentda yozinglar. Biz o'sha yerda to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.